2010-yilda ishlab chiqarilgan 155 ming yurgan tiniq holatda Lacetti chiqib qoldi. Lacetti muxlislariga 4 yumshoq baloni halimda dadangizga olib bersangiz, padarga qilib. Masjidga minib chiqib kelsa, yog' yemaydigan, muammosi yo'q, yangi Lacetti bo'lsa, qarang. Chexol zavasiga o'tirib, kovri tashalgan, 155 ming yurgan. Egasini o'zidan xudo xolasa hamma hujjatlar bo'laveradi. Xo'p. Kapot, bagaj. Xo'p. 100 tali metani zapaskalargacha yangi turib bagajlar shunga qilib qo'yilgan. Ikkita detalli kichkina fitnosi bor ekan, kelishsani ham pustga teshirib olasizlar. Lekin motor, hadovi, korobka umuman ishi yo'q. Qanaqa holatda turibdi? 1.8 motorlarning, qani 1.8 motor, gidravlik ABS, konditsioner, ikkinchi pokoleniya gazi, yaxshi akkumulyator. Holati zo'r, ishi yo'q umuman. Qanaqa holat? Narxi $6200. Probegi, kraskasi sootветствие qiladi hamma yo'g'iga. Like bosib obuna bo'lasiz, xolos.